tish kovagini vaqtida davolamaganlik sababli yiringi jag' suyagiga o'tib ketgan. Mana shu jag' suyagini titan implantga almashtirishga qaror qilishdi. O'zimiz ham O'zbekistonda o'zida 2 marta adashmasam operatsiya qilingan. Ochib faqat toza qo'yilgan edi. Ammo natijasini bermadi. Vaziyat o'ta jiddiy bo'lgan. Shunaqa shifo izlab Hindistonga borib qoldik. Shu yiringi sababli 80% jag'i zararlangan. Yomon taassurotda bo'lmasligim uchun qildirganman. Mana agar hozir bo'lmaganda bu yerda ham o'tirmasdim-da, shu hisobida mana. Operatsiya muvaffaqiyatli bo'ldi. Yengil o'tgan hammasi. Unaqasi ham ko'nikib ketilgan. Operatsiya jarayoni o'ta murakkab bo'lgan. Sababi mana shu titan implantini maxsus lazer texnologiya yordamida Germaniyada yasatildi. O'zimgidek bo'lib qolgan. Xohlagan ovqatimni, xohlagan anaqam. Hozirgi kunlarda Boburjon o'zini yaxshi his qiladi. Tashqi ko'rinishda ham o'zgarish yo'q. Jag'da o'zi katta o'zgarish bu talaffuz bo'ladi. Talaffuzimda ham o'zgarish yo'q. Va mana shu operatsiya qanchalik muvaffaqiyatli va aniq o'tkazilganligini dalolati. Kesilgan joy o'zi kichkinalashib, hozir sezilmagan darajada.